Men Muhammad Sodiqqa dars berayotganimda bir kun kechasi uyg'onsam, birov kitobni ko'tarib mana cho'kka tushib o'tiribdi oldimda. Qorong'ida juda qarab, avval cho'chib ketdim. Keyin qarasam, Muhammad Sodiq. "Ha, nima qilib o'tiribsiz?" "Dars tayyorlab bo'ldim. Uyg'onib qolsalar dars berib qo'yam deb kutib o'tiribman" degan ekanlar. Shunda deydi muhtaramlar, ustimda shu birov bir paqir suv quygandek, sovuq suv quygandek bo'ldim. Birov kelib shu qoshimda uxlamasdan kitobni ushlab o'tirsa-yu, men g'aflat bosib uxlab yotsam, "Ey Xudo, bu nima ishim?" dedim. Darrov turib borib tahorat qilib keldimda, darsini berdim, keyin tayyorladim. Mayli, 24 soat uxlayapti, uyg'oq ekan demaysiz. Tayyor bo'ldi, kelaverasiz, men uyg'onaman, turaman, dars beraveraman. Mana shu 24 soat men siz ixtiyoringizdaman deb aytganman. Haqiqatan u besoat o'qigan. Shu joy yozichida shu alfa kitobini yodlab, yaxshilab o'zlashtirib o'rganadi deb madrasa talabalariga aytib